So'nggi vaqtlarda muhojirlar aynan shu sxema orqali giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlarga tortilayotgani aniqlanmoqda. Reydlar natijasida muhojirlar aynan qalbaki hujjatlar orqali javobgarlikka tortilayotgani aytilmoqda. Amur viloyatida o'tkazilgan reydlar davomida hujjat talablariga rioya qilmagan muhojirlar aniqlandi. Rossiyaga Hindistondan ko'p sonli ishchilar kelishi mumkinligi aytilmoqda. Bu muhojirlar uchun imkoniyatmi yoki raqobat? Moskva viloyatida bir uydan 100 dan ortiq muhojir topildi. Reyd natijalari ko'pchilik uchun jiddiy ogohlantirish bo'ldi. Ufadagi talabalar yotoqxonasiga hujumdan keyin chet ellik talabalar xavfsizligi masalasi yana jiddiy muhokamaga chiqdi. Soxta talabalik guvohnomasi orqali Rossiyada qolish 2 yil ichida minglab odamlar rasmiy hujjat deb ishonib, xavfli sxemaga tushib qolgan. Rossiya mehnat bozoriga malakali kadrlarni jalb qilish kuchaytirilmoqda. Talant vizasi dasturi nimani anglatadi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Bugun 15-fevral. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Ulyanovsk shahrida sud qarori bilan 3 nafar O'zbekiston fuqarosi giyohvand moddalar savdosiga ayblanib, 5 yildan 11 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ular sintetik moddalarni shahar bo'ylab zakladka usulida tarqatgan. Ish taklifi messenjer orqali berilgan, tez daromad va'da qilingan. Natija esa jinoiy javobgarlik bilan tugagan. So'nggi paytlarda tez pul va'da qiluvchi shubhali takliflar keskin ko'paydi. Ko'p hollarda bunday takliflar messenjerlar orqali beriladi va qonuniy ish sifatida ko'rsatiladi. Ammo amalda esa bu jinoyatga tortish usuli bo'lishi mumkin. Bunday qarorning huquqiy oqibatlari juda jiddiy. Uzoq muddatli ozodlikdan mahrum etish, mamlakatdan majburiy chiqarib yuborish, qayta kirishga ko'p yillik taqiq, kelajakda ish va ta'lim imkoniyatlarining cheklanishi bilan yakunlanishi mumkin. Qisqa muddatli daromad umrbod muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Hujjatsiz va shubhali takliflarga ishonmang. Messenjer orqali kelgan oson pul ishlaridan uzoq bo'lish eng to'g'ri qaror. Moskva shahrida chet el fuqarolariga soxta migratsiya hujjatlarini tayyorlab bergan jinoiy guruh fosh etildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayrim muhojirlar 3000 rubldan 20000 rublgacha pul to'lab, go'yoki qonuniy yashash huquqini beruvchi hujjatlarni olgan. Ammo tekshiruv davomida bu hujjatlarning qalbaki ekani aniqlangan. Tergovda quyidagi holatlar ma'lum bo'ldi. Soxta ro'yxatdan o'tish hujjatlari, qalbaki mehnat shartnomalari, turli bildirishnomalar, migratsiya varaqalari, shtamp va muhrlar topilgan. Ushbu holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozirda bunday xizmatlardan foydalangan shaxslar ham tekshirilmoqda. Agar qalbaki hujjatlar orqali rasmiylashtirish aniqlansa, oqibatlari quyidagicha bo'lishi mumkin. Hujjatlarning bekor qilinishi, deportatsiya, qayta kirishga taqiq va qo'shimcha javobgarlik. So'nggi vaqtlarda hammasini tez hal qilib beramiz degan takliflar ko'paydi. Ko'pchilik vaqtni tejash yoki muammoni tez hal qilish maqsadida bunday takliflarga ishonib qoladi. Ammo amalda bu yo'l muammoni hal qilmaydi, aksincha uni og'irlashtiradi. Hujjat masalasida eng to'g'ri qaror bu qonuniy yo'l. Shubhali vositachilarga ishonish keyinchalik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Amur viloyatida o'tkazilgan reydlar davomida migratsiya qonunchiligini buzgan 15 nafar chet el fuqarolari aniqlangan. Ular orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Qonunbuzarliklar sabab ularga ma'muriy jarima qo'llanilgan. Ayrimlari esa Rossiya hududidan majburiy ravishda chiqarib yuborilgan. Tekshiruv davomida quyidagi holatlar qayd etilgan. Ruxsatsiz mehnat faoliyati, ro'yxatdan o'tish talablariga amal qilmaslik, patent muddatining o'tib ketishi. Bunday holatlar jarima va deportatsiyaga sabab bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil davomida Amur viloyatida 600 nafardan ortiq chet el fuqarolari chiqarib yuborilgan. Bu hududlardagi nazorat kuchayganini ko'rsatadi. Ko'p hollarda muammo katta qoidabuzarlik emas, balki hujjat muddatini nazorat qilmaslikdan kelib chiqadi. Patent yoki ro'yxatni kechiktirish keyinchalik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Hujjatlarni o'z vaqtida tekshirib turish eng to'g'ri qaror. Bugun Rossiya shaharlarida turli davlatlardan kelgan muhojirlar mehnat qilmoqda. Markaziy Osiyodan kelganlar allaqachon mehnat bozorining muhim qismiga aylangan. Ayrim manbalarda esa kelasi yillardan Hindiston ham ishchi kuchi ko'proq kelishi mumkinligi aytilmoqda. Bu esa qator savollarni keltirib chiqarmoqda. Mehnat bozorida raqobat oshadimi? Ish haqqi va shartnomalarga ta'siri bo'ladimi yoki imkoniyatlar paydo bo'ladimi? Har qanday yangi ishchi kuchi oqimi mehnat bozoriga ta'sir qiladi. Ayrim sohalarda raqobat kuchayishi mumkin. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, malakali, qonuniy ishlaydigan va tilni biladigan insonlar doim talabda bo'ladi. Qonunga rioya qilish va kasbiy malaka asosiy ustunlik bo'lib qoladi. Kim o'z sohasida tajribali va qonuniy ishlasa, u mehnat bozorida o'z o'rnini saqlab qoladi. Raqobat bo'lishi mumkin, ammo tayyorgarlik bor joyda imkoniyat ham bor. Yangi ishchi kuch kelishi faqat xavf emas, balki o'zgarish. Bu jarayonda eng to'g'ri yo'l kasbni rivojlantirish, til o'rganish,
hujjatlarni qonuniy yuritish, shunda har qanday sharoitda barqaror ishlash imkoni saqlanib qoladi. Moskva viloyatida o'tkazilgan tekshiruv davomida bir uyning yerto'lasi va chordog'ida 100 dan ortiq muhojir yashab kelayotgani aniqlandi. Ular turli davlatlardan kelgan bo'lib, barchasi tekshiruv uchun ichki ishlar organlariga olib ketilgan. Tekshiruv natijasida ko'plab shaxslarda hujjatlar bilan bog'liq muammolar borligi, Rossiyada yashash qoidalarini buzganligi aniqlangan. Qoidalarni buzganlarga ma'muriy jarimalar qo'llanilgan. Ayrim shaxslarga nisbatan majburiy chiqarib yuborish choralari qo'llanilishi mumkinligi ham aytilmoqda. Uy egasiga nisbatan ham qonunbuzarlik holatlari bo'yicha alohida huquqiy baholash ishlari olib borilmoqda. Bunday holatlar muhojirlar uchun jiddiy huquqiy xavf tug'diradi. Noqonuniy yashash yoki ruxsatsiz turish, jarima, deportatsiya, kirish taqiqi kabi oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ko'pincha arzon turar joy tanlash yoki hujjat masalasiga yetarlicha e'tibor bermaslik keyinchalik katta muammolarga sabab bo'ladi. Qaysi shaharlardan bo'lishidan qat'iy nazar, turar joy ro'yxati, patent va boshqa hujjatlar qonuniy va to'liq bo'lishi shart. Vaqtinchalik va arzon yechimlar keyinchalik qimmatga tushishi mumkin. Rossiyaning Ufa shahrida tibbiyot universitetiga qarashli talabalar yotoqxonasiga pichoq bilan hujum sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 5 kishi 4 nafar talaba va 1 nafar politsiya xodimi jarohat olgan. Keyinchalik turli manbalarda jabrlanganlar soni 7 kishigacha bo'lishi mumkinligi aytildi. Rasmiy yakuniy raqam hozircha aniqlashtirilmoqda. Jarohat olganlar asosan chet ellik talabalar ekani aytilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ular orasida Hindiston fuqarolari, Afrika davlatlaridan kelgan talabalar ham bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar hozircha dastlabki hisoblanadi. Barcha tafsilotlar tergov jarayonida aniqlanmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, hujum qilgan shaxs 15 yoshli mahalliy o'smir. U qo'lga olish jarayonida qarshilik ko'rsatgan. Natijada 2 politsiya xodimi ham jarohat olgan. Keyinchalik o'smirning o'zi ham jarohatlangan holda shifoxonaga olib ketilgan. Hozirda barcha holatlar huquq-tartibot idoralari tomonidan o'rganilmoqda. Sog'liqni saqlash idoralari ma'lumotiga ko'ra, jarohat olganlarning ahvoli hozircha barqaror. Ular shifokorlar nazorati ostida davolanmoqda. Bunday holatlar kam uchrasa-da, talabalar, ayniqsa chet ellik talabalar xavfsizligi masalasi yana kun tartibiga chiqdi. Yirik shaharlarda talabalar shaharchalari va yotoqxonalarda nazorat va xavfsizlik choralari yanada kuchaytirilishi mumkin. Moskvada olib borilayotgan tergov jarayonlari davomida noqonuniy hujjatlashtirish bilan bog'liq jiddiy sxema ochilganligi ma'lum qilinmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ayrim politsiya xodimlari va o'quv muassasalariga aloqador shaxslar birgalikda harakat qilib, chet elliklarga soxta o'qish hujjatlarini va talabalik guvohnomalari orqali Rossiyada qolish imkoniyatini yaratib bergan. Taxminlarga ko'ra, 2 yil davomida minglab insonlar aynan shu yo'l orqali mamlakatda qolishga harakat qilgan. Ayrim holatlarda qoidani buzgan muhojirlar haqidagi ma'lumotlarni maxsus bazalardan o'chirib tashlangani, hujjat muammolari yopib qo'yilganligi haqidagi tekshiruvlar ham olib borilmoqda. Bu xizmatlar uchun pora olingani bo'yicha gumonlar ham bor. Hozirgi kunda bir qator shaxslar ushlangan, jinoiy ishlar qo'zg'atilgan va tergov davom etmoqda. Agar ayblar isbotlansa, javobgarlik choralari jiddiy bo'lishi mumkin. Keyinchalik tekshiruv boshlanganda eng birinchi jabr ko'radigan tomon hujjatlarga ishonib qolgan insonning o'zi bo'ladi, ya'ni muhojir. Birinchi o'rinda hujjatlarning bekor qilinishi, deportatsiya, qayta kirishga taqiq, kelajakda rasmiy o'qish va ishlashda muammolarga duch kelishi mumkin. Ba'zidan o'chirib beramiz, hammasini hal qilib qo'yamiz kabi gaplarga ishonish katta xavf. Hatto ayrim mansabdor shaxslar ishtirok etgan bo'lsa ham, bunday sxemalar baribir noqonuniy hisoblanadi. Eng xavfsiz yo'l barcha hujjatlarni faqat qonuniy va rasmiy tartibda rasmiylashtirishdir. 2026-yil aprel oyidan boshlab Rossiya xorijlik muhojirlar uchun maxsus 1 yillik ko'p martalik biznes vizalarini shartli ravishda talant vizasi deb atalgan dasturni ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Sergey Lavrov ma'lumotiga ko'ra, ushbu vizalar Rossiya elchixonalari va konsullik orqali beriladi. Dasturning asosiy maqsadi mamlakat uchun foydali bo'lgan yuqori malakali kadrlarni jalb qilish. Viza quyidagi sohalarda yutuqlarga ega mutaxassislar uchun mo'ljallangan: ilm, fan va texnologiya, ishlab chiqarish va muhandislik, sport, madaniyat va kreativ industriyalar, gumanitar sohalar. Talab yuqori bo'lgan kasb egalari viza olish uchun xorijlik mutaxassis Rossiya uchun foydali ekani haqida rasmiy tasdiqqa ega bo'lishi kerak. Hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi Ichki ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlangach, dastur to'liq ishga tushishi kutilmoqda. Rejaga ko'ra, jarayon 2026-yil 15-aprelga qadar yo'lga qo'yiladi. Bu oddiy ish vizasi emas, tajribaga ega mutaxassislar, ilmiy va texnologik sohada ishlaydiganlar, kreativ yoki yuqori malakali kasb egalari uchun mo'ljallangan. So'nggi yillarda Rossiya mehnat bozorida malakali kadrlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu sababli mamlakat bir tomondan noqonuniy migratsiyani cheklashga harakat qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilish mexanizmlarini kengaytirmoqda. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.